Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlar bilan Zodiyos kanalida va bu qishloqi do'stlar. Qishloqi qani bu yerga kel. Nega bu yerlarda yuribsan? Ey qishloqi. Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlar bilan qishloqi do'stlar. Do'stlar ko'pchilik so'ragan-ku nima keyingi ikkinchi qismini olinglar deb shunga men ya'ni Begzod singlisini emas, meni taklif qilib qoldi. Men ham nima dedim? Xo'p, Begzod dedim-da. Biz bugun kim zo'r? Menmi yoki Begzod? Qishloqi yoki Begzod? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qo'yinglar. To'g'rimi Zodi? Albatta. Shoshinsang o'lasanmi? Nimani nimaga bularni chopyapsan? Shunchaki parkur qilsang o'lasanmi? Davay o't. Men o'zim o'tayman. O't. O'ting. Mayli. Voy. Bu chalkashib ketdi-ku. Opa. Chiq. Sen ham bir palagati qishloq chiqib qolding-da. Bilimdonni chaqirsam bo'lmasmidi? Keyin o'sha bilimdonni chaqir, tushundingmi? Men xafa bo'lma. Bir parkurda o'tib olganimiz. Va men o'tdim. Faqat o'zgina. Bo'ldi, tushundim. Qishloqqa sen ham tushundingmi? Tushunding, menga farqi yo'q. Xo'p, mana bu yerga cho'chqani qo'yamiz va ketimizdan yurg'izamiz. Faqat qayergacha? Qayerga borishadi bu qishloq? Cho'chqa bilan, cho'chqa. Bu yerga kelib chiq cho'chqa jo'ra. Opa. Nima tushdi? Tugma, zo'r. Tugma. Oh, yo-mayo, qishloq, Chiqib oldim. Sening yordaming menga umuman kerak emas. Men bilan loya kerak emas. Qani nima qilish kerak? Bu yerga kel. Qishloqqa. Bu yer yana shu yerga tushib oldingmi? Qara qishloqqa. Men bu tugmani qo'ydim men. Kela qol. Bu senga, bu menga. Qani olg'a. Va. Qani creeper, faqat creeper dema. Voy. Kiyib ol narsalarni. Shunchalik qiyin kiyish. Voy, mening go'lim qochib ketyapti. Men uni yo'qotaman. Ke. Nega meni urmayapti? Hey, men seni urdim. Sen ham meni urishing kerak. Voy, meni ur. Men hozirgi go'limlardan ahmoq bo'lib qolgan. Meni ur. Men senga qishloqqa emasman. Ur. Mayli. Senda nima gaplar qishloqqa? Yanch. Yo'yaman, bu yerga kelsang yarinmas go'lim. Menga kuchim yetmadimi? Almaslarni o'zimga olaman. Hammaga xayr do'stlar. Bugun men sizlar bilan Zodiyos edim va sizlar bilan qishloqqa edi do'stlar. Qishloqqa va Zodi edi do'stlar. Do'stlar, biz talablarga ko'ra biz shu ishni bajardik, ya'ni ikkinchi qismini oldik. Faqat singlim bilan emas, qishloqqa bilan do'stlar. Qani qishloqqa sen ham o'z gaplaringni ayt. Yo'q, faqatgina bitta gapim bor. Nega haligacha odamlar obuna bo'lmasdan ko'radi? Shunda epishni videoni ko'rtiradi, lekin nega obuna bo'lishmayapti? Gapir, Zodi, gapir. Hasan qishloqqa, lekin men buni bilmadim do'stlar. Qishloqqa xafa bo'lmasligi uchun tezda kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Xayr, salomat. Ева, я любила тебя.